Salam ko'rmanlar. Davlatimizning umumiy xalq iyilik tiklash chaqirig'iga faol ovoz qo'shish, iyilik tiklovchilarga ilhom madad berish va iyilik tiklash bilim savodlarini umumlashtirishni asosiy maqsad qilgan Gul.uz tajdarligidagi yangi davr iyilik sahnasi programmasiga xush keldinglar. Men riyosatchi Jushqunjuma. Yangi davr iyilik sahnasi programmamizning tajdarligini Xinjiang Gul.uz biopentexnik şirkati o'z ustiga olgan. Shahzod eg'iz bo'shlig'i davolash boshqarish şirkati alohida qo'llagan. Echil dasturxon tamoq yetkazish to'ri Xinjiang dasturxon savdo şirkati alohida talab qilgan. Programmamız yana qonuniy maslahatchilikni Xinjiang buloq advokatlik o'rni o'z ustiga olgan. Sarvaz sut qatiq marojinlari programmamiz bilan alohida hamkorlashgan. Yuqoridagi o'rinlarga programma nomidan samimiy rahmat aytamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu son programmamizda naq maydonda o'tirgan yetakchilarni va korxonchi do'stlarni tanishtirib o'tsam. Xinjiang Ma'rifat korxona boshqarish maslahatchilik shirkatining quruvchisi Mahmudjon Eli apandi qarshi olamiz. Xinjiang Gul.uz biopentexnik şirkatining quruvchisi Abdulat Yusuf apandi qarshi olamiz. Xinjiang Shahzod eg'iz bo'shlig'i davolash boshqarish shirkatining quruvchisi Jonghua tish kasalliklari davolash jamiyatining a'zosi Qurbonjon Imin apandi qarshi olamiz. Echil dasturxon tamoq buyurtish to'ri Xinjiang dasturxon to'ri savdo shirkati tijorat bo'limining mas'uli Odiljon Bakir apandi qarshi olamiz. Xinjiang No'ruzguli mabdaxchilik shirkatining quruvchisi Abdug'ani Maqsud apandi qarshi olamiz. Abayba guruhining lideri Anvar Abay apandi qarshi olamiz. Guangzhou Uz Ruxsar savdo shirkatining quruvchisi Ruxsar Abdulat xonim qarshi olamiz. Xinjiang buloq advokatlik o'rnining kasbiy advokati Amina Tursun xonim qarshi olamiz. Xinjiang EA muhit asrash pentexnik shirkatining quruvchisi Rahila Amar xonim qarshi olamiz. Qarmay Selina Pesxiki yoga markazining quruvchisi Turg'unay Turg'un xonim qarshi olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu son programmamiz yetib kelgan iyilik tiklovchi bilan qisqacha tanishib chiqayli. Ay Fatem, o'zingni yaşaqlab tunugin doğunu bekiştin. Qiyishmanlar to'la. Buna obdan bir yaba, opirib tishingni pechatga qilib o'tayman. Azadi muhit, ilg'or uskuna, yuqori saviya, kuchlik mutaxassislar qo'shinidan tashkillangan 28 yillik davolash tajribasiga ega Shahzod eg'iz bo'shlig'i sizni tish azobidan to'liq xalos qiladi. Ha, qaydaroq? Tishimning og'rig'ichi lekkidun qo'yib etdi. Bicha. Yaxshi doktorxonaga boshlab kelibsizmi? Shahzod eg'iz bo'shlig'i. Amina Kerem, Xinjiang Raziman oila mulozimatchilik shirkatining quruvchisi. Aminam Kerem oila mulozimatchilik kasbini yo'l qo'ygandan buyon kasbiy o'lcham va a'lo mulozimatni asos qilib, hozir qadar taxminan 5000 ga yaqin oilaga mulozimat qilib, xaridorlarning yuqori bahosiga erishgan. Xo'sh, unda bo'lsa, oila mulozimatchilik kasbi taraqqiy qilayotgan Amina xonimni sahnimizga taklif etamiz. Marhamat. Programmamizga xush kelibsiz. Rahmat. Oila mulozimatchilik kasbi hozir jamiyatni taqozo bo'layotgan bir soha deb o'ylayman. Necha uzun bo'ldi bu sohaga kirgili? 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Xo'sh, o'zingizning bir o'sib yetilish jarayonini qisqacha bir tinglab baqsaq. Ilgari nima ishlar bilan shug'ullangan? Men 2002-yil boshlab tijorat qilib, kiyim-kechak savdolardan shug'ullanib, 2014 boshlab oila mulozimat. 2014-yilda ishladingiz, ha? 14. Demak, tijoratda kiyim-kechakni asos qilib bir chiniqdingiz. Qanday bir taqozo, qanday bir ehtiyojni sezgan asosda kirib qoldingiz bu sohaga? Bu kasbni men to'rildan bek ko'rib, undan keyin mash ishga sayatga borgandan keyin bu kasbni bundan keyin taraqqilgan bilib, undan keyin o'zimni bir mush kasbda tarbiyalanib bandan mush kasbni qilg'ili 10 yil bo'ldi endi. 10 yil bo'ldi. Oson bo'lmadi deb desapda. Oson bo'lmaydi. Bu mulozimat kasbi hozir aytmoqqa hammalar mulozimat qilayotgan bilan haqiqiy ma'nodagi mulozimatni shakllantirish undaq oson emas. Bo'lib sizniki oila mulozimatchiligi tipik kishilar yorqin his qila oladigan, talab qila oladigan bir tur deb qarayman. O'z oddiy kasb bo'lsa-mu, intabek savarchanlik. To'g'ri. Mas'uliyatchilik talab qiladigan kasb bu. Qaysi doirani o'z ichiga olasiz oila mulozimatchilik deganda sizniki hozir? Odatda to'g'it beqish, oilaga berib bol beqish, yashanganni. Yashanganlar qarash, doktorxonada uyda kasal qarash. Oila tozliqlarini qilish degandek. ishlar shug'ullanamiz. Unda xo'sh asosan hamma turlar doiramizda bor ekan. Ha. Buning xili qo'shun ketadi deb o'ylayman. Ha. Qanchalik xodim bor hozir? Shu hozir ishlar qilish 250 tek bor. 250 tek. Bu hamdalik masalan muqimroq
vaqtliqroq degandek bu mang'du deyman qachon. Eng töve işleyen 6 ay işleydi şu. 6 ay. 6 ayda 3 yıl, hatta 5 yıl. 10 yıl boğaldırım başlatkan. Şirketi qachon aldınız? 2019 şirket qilgan. 2019 azı 5 yıl bo'lib qopti. Ondan burun mulazmat merkez qilgan. Burun grup şekilde mangan. Hozir endi resmi şirket endi sizga ketyapti. Bu xizmatchilar bilan to'xtam şekilde. Ne to'xtam qilamiz? Sug'urtili topshirilib menyapti. Topshirildi. Eng muhim ham shu oilalar bilan bo'lgan to'xtam bek muhimga deyim buni. To'xtam qilib ular bizga ishonmas adam olmaydi, shirkatda ishni bitirib adam oldi. Bu hozir mush sohada taraqqiy qilayotgan xonim qizlarimiz xili ko'p gap. Bu shu tug'ut tarbiyashi jihatga ehtiyoj kuchli bo'lgandan keyin. Oldingi san programmalarimizni biz to'xtaldik. Bu hozir endi bu texnik kasblashga qaratmani qo'yilyapti. Endi mush salohiyat masalalari hozir iste'molchiga jiddiy diqqat qilayotgan bir tema. Bu jihatda qanday hozir salohiyat hazırlaş. Vallahi endi asasen hem dehqon ayollar bo'ldi-ku ishlaydiganlar, yurtdan keldi. Şinjanның ham yerdan bor bizning shirkat ishlayotgan. Kelgan vaqtda odatda eng to'van bo'lgan bir hafta 10 kungacha tarbiyalaymiz bo'ldi. Maxsus mush kasbda. Qaysi kasbni qo'g'iz bo'lsa o'zi tanlab. Ham shu kasbda tarbiyalab, ondan kinishki bergandan keyin salomatlashgan kinishkisini chiqargandan keyin anda ishlay oladi. Ko'riblar, makila, manchpul pul veray deb eklenmeymiz hozir. Hozir hamma ishlar tartibiga tushib, qonun tuzum orqali idora qilinayotgan shirkatdan olgani hamda shirkat ishinib oldi ondan keyin shirkatda olsak be mas'uliyati bor bo'ladi, buni ish qilib qo'ysa iyi bo'ldi deb. Iltimos qila olamizda, masalan, igisi bobining qanday bir masala ko'rilsa, shirkat tarafdan mas'ul bo'ladi degan bir ehtiyoj. O'zingiz qanchalik tarbiyalandingiz shu soha bo'yicha? Men o'zim yangi öğrengen vaqtda 2 yil öğrengen. Ondaki yılda bir qatam Beyjan'a berip, muş kesip terbiyelenme. Mening terbiyelendiğim yerim bor. Aşılar bilan to'xtamlashib, kinishkilarni aşılı chiqarib biz to'xtamlashib 3 yilda bir qatam men ularga pul to'lab kinishki chiqarishdi. Siz bugun ish oltida bo'lyapsiz. Bugun ish. Endi bu hozir mulozimat kasbida bu shug'ullanayotganlarninki bag'an siri ehtiyojim kuchli bo'lgandan keyin erishayotgan manfaatimi yaxshi bo'lyapti. Mesela tug'ut tarbiyash kasbida bizning qo'lqimizga kirayotgan 10 ming ko'y o'pchorisida oylik kirim yarata oladi ekan. Endi masalan shu kasal yaşanganlarga qaraymiz deymiz, oila tozliqlari deymiz. Har bir tur bo'yicha o'xshash bo'lmasi mumkin. Hozir sizga bilan bu shirkatdan iltimos qilib, oila bir munosabat qilgan o'ttircha oylik kirimi qancha bo'ladi deb aytishga bo'ldi. Töven bo'lganda 3 ming ko'y, yuqori bo'lsa shu 12 ming ko'y bo'ldi oyda. Shaqi. Qaysi turliklarning yuqoriroq bo'ladi? Tug'ut bakıcılığın en yukarı. O bir kadar melikilikde hem de karatmalık olmadı ki. O sal tertiplik, pek ölçemlik terbiyelinde emez mi? Kıldığı işimiz yok öyle. Endi men aile mülazimesi degan chog'da mesela öy tozligi. Öy tozlaydı, öyün ailenin tamığı şu vaqtliq. Çoğlarning aldın xabar aldı. Doğrularını vaqtida birib, momaylı qarşılaşlarını tarab, hep bütün işlerin hammasini qildi. Endi bir to'xtam bosqichi mesajlar qarash muhiti to'van bo'lgan qanchalik bo'ldi odatda? 3 ay bo'ldi. 3 ay bo'ldi. Shu oraliqda men har xil talab ehtiyojlar chiqib turdi-mi? Talablar ishlatuvchilarga tasabbi odamlarimiz yarmay qolib qolsa, tamoqlari yegandek. Adam almashtirish to'g'ri keldi. O'ziga tushib kerak odamlarimiz. Ishlovchilar ya o'yitkilarga sal işlemeymə, biz mağmaz kelməydik dese, o ödgili egisiga de biz maskalıq adam birimiz. Yine setlep bereleysizler. Toxtam içi çoxum məsəl bulmuzda hemde. Xoş. Endi bu bir karxana. Karxana noktasına aytqan çağda çoxum karxanamı özgüçlük belgilik ictimai önüm ve iqtisadi önüm yaratish kerak. Xizmatchilar o'zininki tegishli kirimini olgandan boshqa karxanaga qanday iqtisodiy qiymat yaratildi. Bu shuninki bir qonuniyatini azroq tushuncha olgan bo'lsak. Şu biz toxtam içinde mülazimet kadar 500 yuan tutumuz hem de şekilden çok. Bunlar aldığın töleğanımız yok. Toxtam adette en az yanda işleyiciler 6 ay. 6 ay işleydi, 6 ay bir kadem toxtam kıldı. Aileligi gibi oxşaşlaştık. Her bir aileligi bilen toxtam tuzulgan vaqtida mesela endi mülazimet qilish kelishimi bu. Aile tarafdan 500 koy. İşleyişçi tarafdan 500 koy. Bir kapalet pulu. Kapalet pulu ya. Şu amde maaşını to'liq epirishga biz. Yaxshi yerga ulaştırışga kimga yig'lab kelsa derdan tanishga ular. Hesabda bir vasitchilik kasbiga o'xshaydi ekanda bu. Shunga o'xshab qoldi asosan, lekin doirasi pek o'xshamaydi.
Ulaylık iş, Palaniyada iş basang buldu deydi, biz yitlep aparımız yok. Ayılının kandak işler var, bazıda yalan gap buldu çok. Apam normallam tamaklı itip bası buldu, emir alıp olturup durdu deydi. Basak yitik kesel. Şunun olan bula, ondak kesel ki ondak kesel deydi. Çokum üzem aparıp, ulaştırıp, ekvalını körüp durup. Bizim adamlarımızı mesela hürmetli asasda kötürüp durup aparımızda hem de. Demek ki özün əməli əhvalını aynən inkaz qılmay, köprək mülazimet bəhrmən bolğağız qılmaz. İşe uyğurup qaldı emas, manda qılmasa, şu işe qarta məşdaq oldu bəzlə. Şundan fikir yürgüzüb. Bunu münayət səbircan pozisiya gedir degəndə onda olsa. Xoş. Növbətdəki tərəqqiyat ehtiyacınız nimədir? Bugün bu səhnə kelişdik əsas məqsədiniz. Bunun için əmli bütün Şinjan boyunca əmdi yez şəhərliyə tarmaq şirket etiş. Her bir şirkette əmni Nurgullu ailesini taşlap kelamaydıgan yoldaşları yok degəndək çox. Şulam əmdi aşağıda işləp turmuşunu qamdısa degen ideyada əmdi. Demek ihtiyaç küçlükdən, hə? Azmı şu Ürümçili mərkəzdə alatda qanat yevatıdı o məsələn. Peki Cənub Şimalda mı kilovatqan ihtiyaclar bardır sizge? Məndən ögünüp berip Nurgullar şirket etivatıdı əmdi. Lekin şundaqdım əmdi. Yine tecrübe cəhətdə yaxşı emas ola. Demek ki siz bir çoğun bir mülazimetçilik kesip zincirini şekillendirişkende. Hoş. Kene onda olsa yetekçilerinin, karxançılarının qandaq qimmatli teklif fikirleri var. Bir ortaklaşkan bolsunuz. Oldu. Merhamet. Saylı sayahatda oңussuzluk uçurap, aşk olsaq səpərlərdə yürgünüңüzdə. Öydə boğuqыңız bilen tamak etiş əpsiz bulup qiynalğanda. Xizmət aldırışlığı tüpəyildən yeyişini oyluğan tamaqınızı tapamağanda Ecil dastıxanı iste. Nazı nimetləri cəmgahi, dastıxanınızın həmrahi, yanıla Ecil dastıxan. Məyli siz qayerdə bulun, biz şu yerdə. Ecil dastıxan əbdidali. İşlərinizdə asan, yollarınızı ravan qılğısı. İzləş nami dastıxan. İşləriniz suranaq tapson, ügünüş hər cəhətdə tirişib etibsiz işlərinizdən. Tez sürətdə nəhayət mükəmməl tərəqqi qilishini ümid qılman. Toxtamğa, keselninki əhvalığa, təfsili, diagnoz əhvallardan başlap, bu yerdən bu qarag'uchininki saviyasi qandaroq ishlag'i mas'ul bo'ladi. Anikin o'zingizning adimi bilan bo'lgan to'xtamligicha buningga ahamiyat bersangiz bo'lgan deb qarayman. Xizmatchilaringizning ish ustida yarlanish uchun bu boridi, siz bilan to'xtamlashadi yo'l ustida. Boshqalarning uyda turayotgan vaqtlardagi yarlanish, og'rib qolish deganlarga nisbatan to'xtamlaringizga Mesela adekvatlık o'rniklarini bo'lgandan keyin shular bilan hamkorlashamsiz. Men shu to'xtamni pek eslaydi qilman. Asosan hamda shu to'xtam bilan qonun bilan ish qilamiz emasmi? Bu ishligichilar hamda to'xtam baribir deb ketib qoldi, bir yerga ulashtirsak. Bo'libmi kasalning ishi pek muhim bo'lgandan keyin men doktorxonaga adam ulashtirsam, bir qonunliq to'xtamimiz bor. Hatta shu kasalning ahvolidan tortib ishlik uchun ahvolni hammani yozamiz. 3 kun ishlasam to'xtam yozib kelman. Edimiz bo'lmaydi deb shu kuni o'zisi shu odamni shu yerdan qo'zg'ashdan burun odam opirib almashtirib etib ondan qaytirib aytdimi ishlayolmasa hamda shu ishning o'tisini chiqolmaydigan odam bo'lsa bo'lmasa u qarab qo'yiblar odam kessin deganlar bizning o'tirimiz to'xtam bor 3 kunlik masalan bo'lib qolsa ashta yiqilib ketgan ish bo'lib qolsa ez qilsangiz muhatli qoldida bo'ldi ishlaringiz yaxshi xotirjam, ronaq topsin. Ama şu Eğiz boshliq kasalliklar doktori bo'lish suhbatim bilan Eğiz boshliq doktorxonamizning bir 1000 yillik davolanish kartasini programmadan tushganini so'qsam. Rahmat. Qabul qilib o'zingizning ehtiyoji bo'lsa, o'zingiz bo'lmasa, ehtiyojli xizmatlashlaringizga bersangiz foydalanasiz bo'ldi. Rahmat. Hem sizden so'rab baksam, ma sizningki şirket qurilib hozirgi tashkilotda 250 odam ishlayapti, ha? Ya hozir vaqtda. Men 5000 dan yuqori odamni xizmatga o'rlashtirib oldim. Muntizam ishlayotganlar. Mana bu. Demek hozir sizning shirkatingizga tava muntizam xodim 250 nafar degan. Bu 250 xodimninki shu mulozimat nuqtasidan
Siz degandek masalan yaşanganlarga qarash yoki ojizlarga qarash, uy tozalab berish degandek har bir kasbninki doirasi bo'yicha tarbiyalash xizmati qancha vaqt bir elib berildi? Odatda bir yilda bir qatim bo'ldi, ma ishlaganiki. Her bir tarbiyalaganda 10 kunda 15 kungacha tarbiyalaymiz. Her bir qatimda 10 kundan 15 kungacha. Demek hem de yılda bir qatim çoğun tarbiyalash bor, ha? Bularninkin tarbiyalanib chiqqandan keyin daraja o'lchami bo'yicha kinishga taqtilgan daraja o'lchami bo'yicha kinishkini cho'ji, cho'ngji, gavji deydigan bunda doirasi bormi? Doirasi bor. Shuni qarta bo'ldi. Ham hozir sizlarning korxonaningki shu butun ishki qurilmasiga boshqurish qurilmalari butun chiqib bo'ldimi? Masalan, moliya boshqurish qurilmasi, odam boshqurish qurilmasi. Yo'q. Unda yo'q. Buxgalterlar bor, uning boshqasi ham deman. Endi Amina xonim, men sizdan qilayotgan kasbingiz bozorning ehtiyoji bo'lsin, shaxsning ehtiyoji bo'lsin, bu bek cho'ng bozor. Mush chog'an mezgilda hamma odam uyga qaytib ketish munosabati bilan mushundaq uylarga qaraydigan, uylarni tozaladigan, yoki uyda yolg'iz qolib qolgan, cho'nglar qarab bergan odamlarningki ehtiyoji intayin cho'ng chiqib ketgan. Lekin buning qaraydigan odamlar asosiyatdan chiqmagan, yoki hayit bayramda bu ishni qilmagan odamlar bir qadar ko'p. Şundan memleket boyunca qanday olgansak, mushu sohaninki bozorning intayin o't ekanligini, bu sohatiga naati ko'pincha odamlar buning sal qarayotganligini, bu kasbni yaratmayotganligini qamashta bir uchurni men bir materialdan ko'rgan. Buni deb berishimning sabab, hozir bizning Apnur rayonimizdami, bizning hammamizninkidek kunlik turmushimiz, yoki bizningki turmush sifatimiz davlat hukumatninki shunaqla davrning taraqqiyoti bilan teng agishib, naati yaxshi bir sifatga erishdi. Ama bizning müştay et bayramlarımızda, dam olish mezgillerimizde hammamizninki ama müştaq ehtiyojlarimiz chiqadi. Masalan, uylarni tozaladigan, yoki cho'nglar qaraydigan degandek vaqtlarda sizlarninki mana shunday et bayramlar dam olmay ishlaydigan, qaraydigan ahvollar to'liq emasmi? To'liq odamlar bor. Masalan, asosan yoshlar sayohatga borgan vaqtda cho'nglarni olmaganki, cho'nglar qaritib qo'ydiganlarimiz yo'q. Sizlarninki mush qarash o'lchiminglar masalan qanday? Masalan, bir kunda qanday qaraydi yo'qmiz degandek. Odatda bir kunligi shu 150 koy bo'ldi. Kunlik bo'lsa, oylik bo'lsa shu 3000 koy bo'ldi. Oyning ichida 4 kun aram oldi, haftada bir kun ishlaganlar. 26 kun ishlash vaqti bor. Mushu qarayotganlarga masalan boya degandek 3000 koy yo'qmisa kunligi bo'lgan jihatda mulozimat qilish doiranglar aniqmi? Aniq. Ya tamoq etimiz, ya uy tozalaymiz, ya ko'miz qarshi tarafga bir ma'lum doir ish beramiz. Oilaga borgandan keyin chuqur mash oilaga mas'ul bo'ldi emasmi? Uy tozalab, tamoq etib, shu onlarimiz ham cho'nglarni oldin hamda uyninki talab bo'yicha chiqadi chuqur. Bizning shirkatda iliqi bola boqamiz, cho'nglar qaraymiz desa, keyinni berib maosh etaman deb men ularga deyman. Chuqur mash uyning hamma ishini qilishingiz kerak. Hamda pul bergan keyin lobelning ortidan chiqamiz bo'lmaydi hamda ishlatkichi. Men maxsus mush korxona boshqurishni o'lchamlashtirish xizmati bilan shug'ullanayotgan uzun bo'ldi menga. Endi mening kasbim dal mush korxona qanday qilsak o'lchamlashtiramiz, qanday qilsak sistemlashtiramiz, qanday qilsak tuzumlashtiramiz degan ishni qiladigan. Sizlarga adambek topolmay turibdi. Xizmatga men shug'ullanayotgan bizning shirkat 2008-yilda qurilgan. Mana hozirdan tortib shu ishni qilyapmiz. Endi mening mushu nuqtada turib korxonaning maydonida turib boya so'rgan savolimga nisbatan siz nəhayət yaxşı cavab verdiniz. Endi sizmi bu kasbga nisbatan mulozimatni tushunishingiz, doirangiz nəhayət yaxshi ekan. Lekin korxona nuqtalib etgan vaqtda bu kasbni cho'qim o'lchamlashtirish, sistemlashtirish kerak. Masalan, bola boqqanlar yoki bo'lmasa uy tozalaydiganlar yoki bo'lmasa cho'nglar qaraydiganlar buning cho'qim turi ayrilib ketish kerak. Mening bergan taklifim. Agar mushu o'lchamni sistemlashtira olmay qolib qolsangiz, masalan bir odamninki oladigan ish haqqi bilan u odamning qiladigan emgak miqdori eshib ketib qolsa, bu barobarsiz bo'lib qoladi. Shuning bilan xodimninki emgaki jiq, kirimi ozib qolib qolsa, bu xodimninki qizg'inligi tövallab ketgan hodisa shakllandi. Yana birisi balami boqadigan, cho'nglarga qaraydigan, uyimi tozalaydigan bo'lib qolsa, hozirgi davlatninki talab bo'yicha petgan vaqtda baliq qaraydiganninki cho'qim yo'sov qaraydigan bir kinchikisi bo'lishi kerak. Uyni tozalaydiganlar bo'lsa, uyni tozalaydigan bir salohiyati, bir guvohnoma yoki tarbiyalangan salohiyati bo'lishi kerak. Mening demoqchi bo'lganim dal mushu nuqtani sistemlashtirishinglarni tavsiya qilaman. Chunki nima kelsak, hozirgi xaridorlarninki noziklik darajasi intayin yuqori. Chunki sizlarning qilayotganinglar mulozimat kasbi. Masalan, bir xaridor kelib,
Bizning uyini tozlaysa, balani boqsa, cho'nglog'ini qaraysa, yoki mushning hammasi sen qilsa desa, buni siz chiqib chuqum mulozimat doirangizni bizning bala qarsak, ma o'lchamda, cho'nglar qarsak, ma o'lchamda, uyini tozlasak, ma o'lchamda. Buning har birisiniki mulozimat haqqi o'xshamaydi, mulozimat qilish usuli o'xshamaydi deb, mishaq bir har birisini xuddilikqa bir mulozimat doirasini tizimligini aniq ayirib, mas'uliyat doirasini aniq ayirib bersangiz, sizning xodimlaringizmi bu xizmatga nisbatan texnik mas'uliyat doirasi aniq bo'ladi. Qarshi tarafningmi erishadigan manfaati texnik konkret bo'ladi. Shu jihatda bir alohida bir kuch chiqarishni tavsiya qilaman. Endi mening sizlarga bergan taklifim, sizlar mulozimat degan uqum bilan bozorga kiribsizlar. Mulozimat degan nima degan vaqtda mulozimat deganimiz ikki taraf o'tirsidagi ehtiyojni ma'lum bir iqtidorga yoki bo'lmasa ma'lum bir mulozimat qilish orqali harakat shakllangan jarayonni biz mulozimat deb qaraymiz. Bu mulozimatningki haqiqiy mohiyati nima degan chog'da qarshi tarafningki qalbidan o'rin elish, qarshi tarafningki ehtiyojni to'liq chiqish qilish, hatto to'lagan badaldan oshirib turib emgakni olib chiqish. Ondan keyin bizning bu mulozimatimizda degancha qarshi tarafningki qalbidan, "Ey, men pulimni berganimdan xijilib qoldim, oz berib qo'yibdim juma" degidek holatga akvatqa vaqtda bu mulozimatning qimmati chiqadi. Shunga biz hozirgi bozor egiligida nurg'ulgan yaxshi mahsulotlarimiz bo'lsin, nurg'ulgan yaxshi shirkatlarimiz chiqqan bo'lsin, bizning mush xodimlarimizningki, mush korxona ishlayotgan yo'ldoshlarningki ko'pinchisi muomala bilan mulozimatga nisbatan sal qarayotgan ahvol sabab tufaylidan xaridorni osonlik qo'ldan chiqarib qo'ydigan, xaridor osonlik norozi qoladigan ahvol hali ham mavjud. Shunga mushu jihatda siz mush xodimlaringizning mulozimat sifatini o'stirish, mulozimatni eng sistemli holatda tarbiyalashingizga kuch chiqarishingizni umid qilaman. Rahmat. Korxona boshqarish jihati qiynalib qolib qolsangiz, bizning ma'rifat korxona boshqarish maslahat shirkatiga nisbatan bu ish bizniki doimlik xizmatimiz. Biz sizga yaqindan yordamda bo'lsak bo'ladi. İşleriniz oңuş olsun. Gayret kılın. Sizning shu oila mulozimatchilik qilish jarayonida his qilgan eng cho'ng yoki eng zarur xizmat qaysi shu mulozimatchilikdagi? Bo'lib yashanganni kutish bek muhim. Odatda yashangan kutish ham yashanganlarimiz o'zining ishini qila olmaydi emasmi? Nurg'unlar hamda men chekingan bo'lganda ekan, bularga odam bo'lmasa qattiq bo'lmaydi. Hamda bolalarning hammasi xizmat bo'lgandan keyin bular bek yalvirib ketadi bizga. Qanday qilamiz, adam bo'lmay qolsa deb, bularga men alayda ko'ngil bilaman. Qanday desam, bizim qariyimiz emasmi? Ishlaringiz taxma yaxshi bo'lib ketsin. Bir xizmatni qilish, bir kasbni qilish maqsad pulni tepilish emas-ku. Agar pul tepishni maqsad qilsak, o pul vaqt qolib qoladi. Hamda buningda hamda biz shu pul tepish jarayonida, mush ishni qilish jarayonida qanday odam bo'lishni, boshqalarga qanday muomala qilishni, hozir boshqalarga qanday qoida, moyil qilishni o'rgatganmiz-ku. Shu chaqda haliqi pul degan narsa o'zgidan keldi ekan. Bu misol pul degandan to'rt pul emas ekan bu. Masalan, do'yinlardimi, ekranlardimi, ancha-muncha ba'zi bir nodon xonimlarningki falsafalarni olib qolmiz. Pul yo'q xonim tushchilik. Pul yo'q xonim qadr yo'q. Pul yo'q xonimningki oilada jamiyat inovat yo'q degan mana bir qator nodonliklar aytilgan so'zni olib qolmiz. Yoki pul yo'q odam baxtsiz bo'lib qoladi degandekmi? Bu narsani puldan ifodalayolmaydi. Mush narsaningki bir odamning qadr qimmatiningki, hayot bo'lgan qizg'inliginingki, uningki o'zini so'yish, umidla yashashningki, bu narsa mehr-muhabbatla yashashningki, bu nurg'un narsaningki pul bilan asla munosabat yo'q, nurg'un yaxshi narsa bor-ku. Buni qanday qilsa, dal mana sizdek ishkirlarga berib, qaysi o'rinlarga berib, nopuzliq muammolarningki darsni anglab, Mahmudjon Momdek nopuzliq masalalarningki maslahatni anglash orqali nimaning muhimligini isqodichi. Mana shu sahnimi aldab qatamı Jushqun ustoz bir gapni qildi. Odam o'zini yaratish kerak boshda. To'g'ri Mahmudjon Molim. O'zini yaratmay turib, o'zini tushunmay turib, o'zini yangmay turib, o'zini yaxshi ko'rmay turib, o boshqa bir moddiy narsani yaxshi ko'rib olsa, yanala eng oxirgi ma'naviylikning o'ziga anday muhim his qiluvchi. Har qanday bir xayrdarning oldida o'zingizning xizmatchilaringizningki qimmatini namoyon qilgansizchi. Masalan, ash bir apirib, olda ketmasin deb bunda tamoqini bunda chenishlik o'z bo'ldi degan bo'lib qolganlar lekin haqiqatan og'rib qolsa-chi. Mushu xizmatchilarni aldab qo'yib, bir ming ko'lik ishlab qo'yib, agar u 5 ming ko'lik ishib qolsa masalan, 1 soat ishlab qo'yib, masalan 10 soatim tugmaydigan uyning ashta bir nima bo'lib qolsa-chi. Ashla shay ota-ota japotat berib, ya bir kun tuvan berib qo'ydi yoki sizga bergan u uy tozalag'uvchi xayrdarniki uchuri xato bo'lib qoldi yoki yolg'on bo'lib qoldi. Mushlarni siz o'zingiz ko'zdan kechirman degan gapingiz menga bek ta'sir qildi. Sizda bu mas'uliyatning nihoyatda yuksakligicha bu.
balkim keyin sizning qo'l ostida ishlayotgan xonimlarmi o'z oldiga bir shirkatdan qurib qolsa, sizni shu narsani bir o'zini elib, balkim ular yaxshi bir xo'jayin bo'l deb qarayman. Sizda xo'jayin bo'lish tegishli bo'lgan fazilat sizda bor ekan, men shuni sizni maqtab kelib qoldim. Rahmat. Qolgan nasihatlarni ustozlar berdi. Rahmat. Teningiz salomat, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat sizga. Bay siz dediniz şirketinizin 250'ye yakın hizmetçisi var ki. Hem de hazırki milli karxanlığa nispeten 250 hizmetçisi buluş asayiş emez. Onun için destek siz tekniği çıkan vaxtda emgek toxtamı var deyin gepini oturup koydunuz. Sizin sonra baxsam. Emgek toxtamı sizler bir kesbi orun, kesbi xadim arqılıq tüzgen toxtamı mı? Ya ki özanla tordun çürügen endizlik emgek toxtamı mı? Adukatdan tüzətbəyən. Adukat tüzbəyən şundaqmı? Onda olsa bu cəhətlərdə xili köngül bilibsizlər. Mənim təklifim Navada əgər şu torlardan düşəyən toxtan bolsa, kəsbi xadim bir tüzbəsin degan təklifini bərməkçidim. Adukatlı tüzgən. Onundan keyin hem de bir ikinci bir oturup qoyduğum şirketinizninki qurğan vaqtda şu şirketninki mau soğudu məmur orullarga əngə ağızan şirket nizamnamız var. Şirket nizamnamısının xəbəriniz barmı? Bəli. Mesela sizin şirket nizamnamanızdaki məzmundan to'liq xabardor, onundan şirket nizamnamasındaki şirket qandaq ishlarni qilish tegishlik degan məzmunlardan to'liq xabaringiz bor, ama qonun belgilarga uygun bo'lganlar tuzilgan shundaqmi? Bu jihatlarda siz hali mukammal ekansiz, unda bo'lsa. Men shirkat ochishdan burun cho'qim mush kasbni 2 yil o'rganib, ondan qonun savodlarini o'rganib, hedam ishlashgan bo'ldi. Puxta asoslansiz, o'zimiz mukammal bo'lmasak boshqalarni. To'g'ri. Bu jihatlardan yaxshi kelasiz. Undan keyin shirkatingizningki paychikichu, o'zingiz yolg'izmi yoki o'zim yolg'iz? O'zingiz yolg'izmi? Mish paychiklarni kengaytirishni o'ylashib baqdingizmi? O'ylashdingizmi? Bo'lsa endi shirkatingizning ko'lami muhozira hali kengkan, balkim bundan keyin texmo ham demishi ehtiyoj keng bo'lgandan keyin mulozimatni yaxshi qilsangiz, balkim texmo taraqqiy qilib kengayishi mumkin. Mening taklifim bo'lsa, shu shirkatingizning bir paychiklarini bir ko'paytirishni o'ylashib baqsangiz, ham ko'paytirganda pek ko'p emas, ma'lum nisbatda. Bunda deyishimninki asosiy ham demoqchi shirkatlar bir to'lam jihatdan deymiz, ixtilof majralar chetilgan ahvolda deymiz, kelgusidagi ham demişi bir paychiqlarningki mas'uliyat doirasi bir odam yuklanib qolgandan bir qancha odam yuklanib qolish, bu sizni o'zingizni kelgusidagi bir o'zingiz qo'g'dash jihatda foydali deb qarayman. Shu jihatlardan bir o'ylashib baqsangiz. Bo'ladi mening taklifim teglik. Rahmat. Siz bir minnatdorlik to'g'risida tilga oldingiz. Yaşanganlarga qo'shib minnatdor bo'lib ketdi deb. To'g'ri, minnatdorlik biz minnatdorlik nimasini ko'proq bizga kelgan vaqtida elninki minnatdorlik ko'p ko'klatidi deb biz cho'qim yaxshi ko'klaydi ekanmiz har bir kasbda. Shu yaşanganlarga qiraq dedingiz boya, yaşanganlarga bekroq mulozimat qilamiz dedingiz. Shu jarayonda hamda yaşanganlarning yemekligiga qarata odatdagi hamda normal necha vaqtdan yeyotgan yemeklik risolasi bo'yicha mulozimat qilamizlar yoki shuning qaratami bir tuzgan fan planlaringlar bormi? Şu adet kerak hozircha. Adet kerak, amdan alayda ayrim tanışapaman. Matanga bola qandaq tamoq etmaymiz, qan besim bor odamni nima birimiz, qan besimni qandaq o'lchaydi, men o'gitimiz hamda. Lekin bu oziq jihatda hamda ularni taxili kontrol qilib Mush jihatdan tarbiyalash qilib bersangiz, taxmi bir xoslik, ham bo'shliq bor deb o'ylayman. Rahmat. Ko'rsatganingiz ko'pdan ko'p rahmat. 5000 ga yaqin oilaga mulozimat qilganini angladik. Andan keyin 250 nafar xizmatchi borligini dedingiz. Demak, bir ayol kishining mushundaq cho'ng bir ishni qilmoqi to'limi tez. Mushu jarayonda men bir narsani o'ylab qoldim. Mushu odam boshqarish jihatda bir qiynalgan yerlaringiz bormi? Shunday. Bo'ldimi? Buningda men biz 2 yilning oldida mush qiynab og'rib qilib, cho'qim bir odam qarashga nim bo'ldi-da. Shuni biz fuqishib yurib akeldik o'ylayga. Biroq bu akaga odamimizni birinchi qitim akaginimiz 5 kunga paylamadi. Ikkinchi kun akaginimiz 5 kun emas 3 kunmi tumidi hamdi-chu. Demak, nima sababdan mushta bo'ldi degan chaqda bularning kasbiy jihatdan tarbiyalanishi faqat yetarlik emas. Ham mushu cho'nglarga bo'lgan qandaq muomalasi jihatdami bek yaxshi emas. Andan keyin masalan o'zining oiladagi bir ko'ngilsizliklarni
balası doğurluq bo'lgan xapılıqlarını kötürüp kelip ailedeki çoğunluğa çıkarıp yötkeş deymiz hem de biz bunu psikologiyada. Ayadın çıkaramağa acığını kep miyadın çıkardıgan muşundaq ahvallar bagencu. Şuna hem de muşundaq çoğun bir xadimlarni yetaklab, cho'ng bir kollektivni yetaklab mangan sizning yukingizz haqiqatan ayt ig'ir. Shuning bilan birga endi deydiganim bo'lsa, ashundaq cho'ng bir kollektivni cho'qim psixik jihatdanmi nayt obdan yetaklab mangsingiz, meningcha shu parvishkor hadilar cho'ng opalarimizga, cho'ng onalarimizga, bir dadalarimizga yaxshi muomala qilib, ashlarning o'zining ota-onasidek ko'rib, o'zining ota-onasidek muomala qildigan haqiqiy yurkidan kuyinib turib, men maningga bir pul bergandim, pulni olgandim, xizmat qilaychu deb emas, o'zining bir tuqqunligiga qarayotgandek bir xil muomalada, asta qaralaydigan bir xil haqiqiy bir sap bir qalbningki yetilib chiqishini men chin qalbimdan umid qilaman. Ham ishlaringizning rivojlanishini tilayman. Uningdan boshqa agar mushu xonimlarni mush psixik jihatdan yetildirishga ehtiyojim bor deyman, buni bu jihatdan ulgurolmay qoldim yoki yetisholmay qoldim desangiz, bu jihatdan men sizga yordam qilishni xohlayman. Rahmat. Rahmat. Hozir sizlarning shirkatninki mesela bovoqlar qarash xizmatim bormi yo'qmi? Bor. Bu mulozimatim bormi? Bor. Mesela cho'nglarga, bovoqlarga ondikin qirqdan chiqarish ulanamiz bor. Doktorxonada uyda kasallik qarash. Bek doktorxonalargami? Doktorxona evatimiz. Evatimiz. Hali qayerda yotadi emasmi hali? Kunib chiqqali, operatsiya qildigan kasallik. Odatda shu mulozimatni qabul qilgach bilan bevosita shu shirkatga bir to'xtam tuzamdi yoki sizlar borgandagi to'xtam tuzamsizlar? Odat adam ishlatuvchi biz bilan aloqalashadi. Ehtiyojiga asosan bo'ldi. Ba'zilar kelib shirkatlarni ko'rib, adamlarni ko'rib tanlab aytamiz deydi. Ba'zilar biz boramaymiz, kelinglarsizlar, xizmat qildiganlar bo'lgan deydi. Shuning fikriga asosan taklif qilsa, lekin birib shu to'xtamlarni tuzib, endigi mulozimatni qabul qilib qildigan shundaymi? Buningda asosligi shu kasbiy salohiyatni o'lchamli qilgandan boshqa shu mulozimat sifatini bak yaxshi qilsa, endi bu shirkatning taraqqiyoti bak yaxshi tushadi. Mulozimat kasbiniki buningki ehtiyoj bak cho'ng hozir. Lekin yana cho'qim shu mulozimatni voyaga yetkazib endi. Mulozimatni bak yaxshi qilmayman. Xaridorlar yerinmay hammasiga haftada bir qatimcha qilib aloqalashib sizlarning uydagi bizning odamlarimiz qanday ishlayotdi. Rozi oldingmi? Kamchilik qanday deb, kamchiligi bo'lsa aramagan keling deb ishlaguchilarni telefonni bevositalasak ketib qolmasin deb. Tafsili tushuntirib, sizning vazifangiz, majburiyatingiz mavjud nima zodi deb qisam sil degandikin rosa ashtaq ishlasak bo'lar, boshqacha muomala bo'ldi deb. Ondan odatda mesela cho'nglar kutilgan shunda mulozimat taxminan 3 oy atrofida davomlashamdi. Eng to'g'ri bo'lganda. O'xshash emas. Ba'zilar 2-3 oy ishlatamiz deydi, ba'zilar yil ishlatadi. Shu umrning oxirigacha ishlatiganlar bor. Buniki shu muddatda o'zi qarta bo'ldigan gap. O'zi qarta. Endi har qanday korxonada setish va setishning mulozimat degan gap ish oldimizmi? Bu shu ba'zilar bilim sotadi, ba'zilarimiz mulozimat sotamiz, ba'zilarimiz mahsulot sotamiz degandek setish va setishning mulozimat mush korxonaning bir jinichi bu. Masalan, setish deganim masalan bu shu dastlabda xaridor bordi, borgan vaqtda bir mulozimat bo'ladi. Endi setishning mulozimat degan gap endi mulozimat tugidi. Tugagandan keyin masalan shularni xotir qoldi emas, men qolgandan keyin qanday yordam kerak degandek mulozimatlarni texmi. Chunki mulozimat texmi voyaga qilsak, birisidan sanab tashviqot yaxshi bo'ladi uniki. Shu jihatlardan. Oxirida ishlaringizning texmi yaxshi bo'lishini 5000 emas 50000 hatto 500000 oilaga yaxshi mulozimat qilishingizni umid qilaman. Men Shinjang No'ruzguli Mallashtiruvchi shirkati No'ruzguli yemak yaxshiligidan program oxirida shirkatimizning bir ko'ngli va a'zosini qabul qilishingizni umid qilaman. Haftada bir imkoniyat berib berib qolsa, ideya jihatdan bu bakkiliqi suyimlik bir kasb. O'ziliqma jiqla o'ylaydi ekan, men bo'yliqi bir uy tozatgan vaqtda bo'ladi dedi. Eliqi mening xuddim ikkisi paranglashib o'tirib ekan, bir azroqnam shu nimani to'lib olsamdan qilg'im yo'qdi degan bir uchun anglab qoldim gapni. Unda eliq pulni deb nam qildigan emas, eliq faxrlik bir suyindigan kasb bu. Numus qiladigan xizmat emas. Eng tayin qandaq boshqalar xushallik beradigan, razmanlik erishadigan bir kasb. Shunga imkoniyat berib qolsa yoki to'pladi-chu. Masalan, hammalarning dadimiz bor, onamiz bor, mundaq qilinglar, ma yo'llarni yapmangsanglar mundaq bo'ladi degan tarbiyalashlarni kechtiribdi-chu. Telefonda anglaydi-ku, baka amdaylik vaqtda do'yin ko'radigan vaqt chiqdi masalan. Anda vaqtlarda shu ishlarni qo'shib bersangiz, o'zidan o'zi norozi bo'ladigan, o'zini o'zi kamsitadigan
ishlarni qanday qilib tarbiyalayvergandan keyin bir odamni gacha desa gacha bo'lib qoldi. Masalan, bir odamni buni tarbiyalash ilib berivergandan keyin buning qanday ish harakati, gap so'zi deymiz, shu biz o'zgartiramiz demoqchi endi. Sizning tirishchanligingiz haqiqatan qoyil bo'ldim. Bir ayol kishining egilik tikilmiki o'ng'ay emas. Haqiqatan o'ng'ay emas. Endi men 18 yoshim Saudiyaga kirgan. Men bir oddiy oilaning qizi. Mening kichik vaqtim ota-onam 11 yoshim ajrashib ketdim. Shu ota-onamningki jafosini ko'rib cho'ng bo'lg'achqa 18 yoshimda pul tepishning naqadar muhim ekanligini men his qilgan. Mush Urumchiga chiqib 2 ko'y pul zar bo'lib ko'zimni yosh chiqqan vaqtimda hamma odam o'ynasa men cho'qim taraqqiy qilib, men cho'qim ota-onamning jafosini, men cho'qim jafosini yengilib men balliq majburiyatim ado qilman deb 18 yoshimda mana mush Urumchiga chiqib nurg'un jafo mushaqqatlarga 13 yil bo'ldi. Men savdo qildim. Hozir 3 shirkatni qurib, Urumchilik shirkatini zimminliq setilib, Urumchi 3 yil zimminliq uy yeb bo'ldim. 31 yoshga kirdim bu yil. Ota-onamga uy oldim. Ishqilib meni butun esiyadim, men balning cho'nga endi. Ota-onam rozi qilsamgina bir idealim menga, men bugun taraqqiyot keldim. Endi bir ayol kishining haqiqatan egilik tikilmak necha yuz odamni keyniga agashtirib maqmaq o'ng'ay emas-ku. Sizga mening bir endi ko'ngil so'g'an bor. Mushu eng yaxshi tirishib menayotgan oiz qiyinchilikqa bor xizmatchingizdan 100 xizmatchingizga oshxona yurishga bizniki mana maqitimiz vakolatchilarga faoliyat qilib baxsh so'g'at qilgan. Shu banada sizniki xizmatchilaringizga 100 kishilik oshxona yurishga so'g'at qilmoqchi. So'g'atni qabul qilsangiz. Rahmat ko'pdan. Ishlaringizdan o'ng'ishliq, kunlaringizdan ma'nlik, taningizdan salomat bo'lishini chin ko'nglimda umid qilaman. Rahmat sizga. Bu vaqtlar ayay zakisini taqsa qandaq ta'siratda bo'ladi? Bu vaqtlar valaqlab keladi. Texmo maqlashib ketadi. Eng sifatli kiyinish ta'sirati bilan ta'minlashda izchil chang turib kelgan ayay a'lo sifatli pallar zaksi oliy darajalik materiallardan foydalanib, ilg'or texnikada tujublab yasalgan bo'lib, bu vaqtlarni har qanday ahvolda onasining quchog'iga o'xshash illiqlik va rohat holatni his qildirdi. Ayay bu vaqtlar zaksini tanlab, bolangizni xushal-xo'ram, g'amsiz, sog'lom cho'ng qiling. Ayay u vaqtlarni haqiqiy ayaydi. Ayay bu vaqtlar zaksi. Qanday Amina xonim, bugungi suhbatlar, takliflar detingizga yoqdimi? Pek yaxshi bo'ldi. Ko'rishganimdan hammadan ko'p rahmat. Keyingi taraqqiyotingizga xilli bir foydali uchurlarga erishdingizmi? Erishdim. Hozirgi navbatda qiladigan xizmatlarim qaysi nuqtada bekroq ehtiyojim bor deb o'yladingiz? Men odamlarim texim mukammal qilsam bo'ldi ekan. Texim endi xaridorlarni rozi qilsam odamlarim ko'payadi. Shu deydi. Endi mush boshqurish jihatda. Boshqurish jihatda kasbiy bilim olsam bo'ldi ekan. Ustozdan. Endi demak buni hozirgi ahvolda ommaga o'zingiz boshqurib yetakchilik qilayotgan holatda shundaqmi? Endi demak hozir qo'shin kengaygan sari, doira mulozimat doirasi kengaygan sari cho'qim sizga bo'lgan besim kuchayib bordi. Shunga mush jihatda boshqurish ixtisoslar jihatda cho'qim yana bir hamkorlikqa muhtoj bo'ladi ekansiz. Bu jihatda balki o'zingizning salomatligi, shaxsiy ko'tarish kuchingizni o'ylashgan asosda hamkorlik asosini kengaytirishingizga cho'qim ehtiyojingiz bor deb o'yladim. Mush chog'dan keyin sizningki yurgizayotgan mulozimat turlaringiz haqiqiy xalqni rozi qilgan bir roziman oila mulozimat markaziga aylana oladi deb o'ylayman. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa programmamizning oxirida shaxsat eg'iz boshlagan bo'lar turishninki ozgina ko'ngil so'g'isi ekan, qabul qilgan bo'lsangiz. Shaxsat eg'iz boshliqi doktor xonimiz, sizningki eg'iz boshliqqa sog'lomligingizga ko'ngil bilib, 1000 yuanlik davolash kartasini sovg'a qilsam, o'zingizning ehtiyoji bo'lsa, yana shu Shanxo'jani bu yildagi Go'zal Qashqash mehmonxonaning yoniga joylashgan shaxsat eg'iz boshliqi doktor xonimizdan manbalarni olsangiz, o'zingizning ehtiyoji bo'lsa, boshqa sizning qo'llagan xizmatlaringizni so'qsangiz bo'ldi. Undan boshqa No'ruzgul shirkatiniki o'zining safligi bilan chiqayotgan yog'lari bor ekan, qabul qilgan bo'lsangiz. Ko'p rahmat, siz avval qildim. Shirkatimizning aslida ko'ngli bor ekan. Azobsiz qabul qilsangiz. Ko'p rahmat. Siz necha odamni shug'ullantirib mangabsiz, salomat bo'lishingizni umid qilaman. Ko'p rahmat. Rahmat abdug'ani. Sizniki buningdan keyin tirishchan ro'yingiz bilan roziman oila mulozimat shirkatini texnik ko'lamlashgan, sistemlashgan, kasblashgan, salohiyatli bir o'rin qilib qurib chiqadiganligingizga ishinib turibman. Rahmat ishonganingizga. Barakat bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, hurmatli ko'rmanlar. Bugun Amina Kerim boshchiligidagi roziman oila mulozimat shirkatining qurilishi va hozirgi taraqqiyot manzarasida keng ko'chada fikrlashdik.
mush sohada xizmat qilishni o'ylashayotgan qarindoshlarning buningdan keyin o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyat va burch tuyg'usi bilan o'zi so'ygan xizmatga haqiqiy vujudi bilan kirishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Xo'sh, vaqt ito'ri bilan bo'lsam programmamiz mushada oxirlashdi. Qimmatli vaqtni chiqarib, programmamizga daxil bo'lgan ustozlarga, korxonachi do'stlarga yana bir qatam rahmat aytaman. Xayr xo'sh, kelasam ko'rishaylik.